alaykum. Assalomu alaykum. Qanday? Sonlarda yaxshimi? Tekisiz? Zo'r. Pul beramiz, yigitlar. Bu keluvdik o'sha kuni. Assalomu alaykum. Ha, aytdim. Asror aka yaxshimisiz? Kelaman deb aytdim. Aka, mollar bir sotib, o'zingizdan bironta mashina olib chiqib ketaman dedi. Mayli. Nechinchi yili? 9. 2009 edi. Ha, mollarni sotdingizmi qisqasi? Qolmadimi mol? Endi o'zingizdan Tirik narsa qolmadi hovli. odam bo'l. Omon bo'ling. Kimlar olmayachiydi? Qolgan nima generalni olgan, generalni chiqadi aka. Keyin chiqadi. Klassikaga qaradingizmi Behruz? Qaradinglar? Oldarqa butun yerga sepilgan. Oldi orqasi butun. Ha, ko'ruvdim-da, eshiklarni tayini. Yaxshi tomoni tomir radnoy ichiydi, stoykalar radnoy ichiydi. Qolgan joy kraska ichiydi. Ko'ruvdim o'sha kun kechroq keluvdilar, ko'ruvdim. Necha pul narxlaganingizdan o'zingiz bilasiz. Yo, o'sha kun qaytib kelmadingiz-ku. Kelaman dedim aka. Yo, kelaman dedingiz. O'sha kunniki narxda u endi. Kelaman degansizda kunni aytmagansiz. Bunday narsa bo'lsa qarang. O'zlariga aytdim mana aka. Bildim, mollarni sotib kelaman, ha kelavering qani bir amallarmiz. O'sha kun ham odam bo'ladi. Bundayda har kun bir xil kun bo'lmaydi. Har kun odamzod xursand yura olmaydi, xafa yura olmaydi. Qanday payt och qolasiz, qanday payt to'q turasiz. Shundayda. Xo'p, soddalashamiz aka, nech bildingiz? Kelishtirib ayting, mayli, qochirmay so'rayman. Faqat kelishtirib ayting. Insof sari ayting, shunchaki qo'lingizni ushlab baraka ham deyorishim mumkin. Faqat insof bilan kelishtirib bir narx ayting. Inson bo'lamiz, insofli bo'lib bo'ladi aka. Omon bo'ling. Ana shuni unutib qo'yapti-da ko'pchilik. Endi o'sha kuni 30 devdim aka. Bilaman, 30 dedingiz, baland dedingiz dedim. Shu o'shani endi qo'li silkilab yurasiz endi xalqning ichiga aka. Mayli, mayda-chuyda qilmayman. Generalni chiqadi, mayda-chuyda so'rashni o'zi yo'q. Motori yaxshi iching, motorni ko'rdim. Bo'ladi desangiz, baravar tekis qilib 20 million berib olib qolaman. Maydalashmadim, bering mana. Naqd 20 million beraman. O'sha kuni narxingizni qayta talab ketardimi aka? Endi o'sha kunki shuda aka, men kecha bilsam borki soat 5 gacha kitobga yurmaychi edim. To'g'ri. Hamma narsa o'sha bilmaganga. Agar hamma narsani biladigan odam bo'lsa, oho, faylasuf bo'lib ketamiz. O'sha uchun aytiladi-da, bilmay qolman, eshitmay qolman, ko'rib turib bekor qilman. Hamma shu afsuslanish o'tib ketgan narsa uchun bo'ladi, kelayotgan narsa uchun bo'lmaydi. Endi ismingiz nima edi? Oybek. Oybek aka, bo'layotgan guringni qiling, necha pul bo'lsa bera olasiz. Balandparvoz gap kerak emas, bu savdo. To'g'ri kelsa, kimdir 30 ga bermay, kimdir 25 ga berib yuborgan joylari bular. To'g'ri. Chunki baraka u. Texnika aka. Otangizga rahmat. Odam o'lib. Endi insof bilan aka o'zimga ham 20 million so'radi. Insofni ichiga o'tiribman, o'rtasi. to'g'ri. Sal borda yana aka. Sizga kamlik qilyapti faqat. O'zim bitta mashina olaman o'zimda. Omon bo'ling, beraman. Qaysi mashinada olsangiz shunday davradan olayotgan paytim kirib keling, ustiga 1 million qo'ymay bera olaman. Omon, gapim 100% desizsiz qiladi. Men endi o'sha kuni labzingizga ishonib keldim. Yo, o'sha kuni men bering, lubboy payt qarang, eshiting. Lubboy paytda kelsangiz, men shu narxga sizdan sotib ola olaman demadim. Bitta gap aytdim. Keling, kelgan paytingiz gaplashamiz, lekin shu kunlik kunga mashina shuncha narxlasa bo'ladi. 4 kunga. Xohlang taylab keting. 4 kunga shuncha narx chiqadi. Yo, 4 kunga emas, ishoning, 4 soatdan keyin nima bo'lishini bilmayman. 1 soatdan. Omon bo'ling. Qisqasi men qarang, shu sizni ko'nglingiz hozir kamiga ham shu 23 millionga qolib ketgan. To'g'rimi? Ya bo'layotgan guringda. O'zingiz aka endi gapni ochdingiz 25 devdingiz bilasiz. Yo, 25 ga yaqin sotsa bo'lar shu kecha kunduz dedim. 25 devdim. Ha, shu kecha kunduzga dedim, lekin 25 hozir olmayman. Hozir bir ikkitasi chiqing dedi, yo'q, men kirib keldim. Endi bundayda podanichi har xil qo'y bo'ladi. Avvalan bir gap aytganman. Tirriq qo'y bo'ladi, butun boshli podani buzadi. Bu yerga endi olib sotarlar mutiribdi, ichimizga bilaman, kelgan mashinaga chakkaga chiqing. Endi uni men bilmayman. Olib chiqing, buncha beraman, akmal kelsa yo'q deb turing deb, lekin men buncha kelgan odamni rizqini qilib qo'yadi, unda qochillar. Aytaman, bitta tirriq qo'y bo'ladi o'zi, butun boshli pop. Endi qo'yni ichiga bo'lagan deydi-ki, odamni ichiga ham borkin. Mana har safar aytaman, o aralashmay turinglar, savdo qilib o'tib ketay, olinglar, meni Damazda olishsin kuchi yetsa.
Qani birov aralashamiz shunga. Agar siz bilan savdomiz bitmay o'tib ketaman keyingisi, aka sizni xohlasa 10 millionga olsin, xohlasa 50 millionga olsin. Mayli, pul uniki. Lekin qolgan ko'pchilik odam savdoga kelib turadi. Mayli, uni qo'ying, men hurmat qilishni kutib o'tirdim aka. Omon bo'ling. Hurmatingiz uchun ham rahmat. Lekin bitta guring, men ochiq guringni aytaman. O'sha kuni men mashinangizni 23 million so'radim, 4 kun oldin. Siz aytdingiz, aka dedingiz, eshiting. Oxiracha aytib bera olaman, eslayman, hamma narsani eslayman. 25 millionga olmaydimi dedingiz. Men keyin sizga bir gap aytdim. Bilasizmi? Kelaveringchi ko'ramiz dedim. Balkim 25 gacha ko'tarish mumkin shu kecha kunduzga. Xohlasangiz taylab keting dedim. Shu gap aka, shu gap chiqdi. Siz ham ushlab oldingiz. Hali ham 4 yildan keyin kelmabsiz ha. Esladingizmi? 2027-yil aka eslab qoling, o'sha kuni kelaman dedi, mana eslab qoling. Eslab qoldim siz sizni. aytdingiz, odam ajratmayman dedi. Xuddi shunday. Men esimga aka, hammasi esimga. Kim kelsa bir xilma. Malades, otangizga rahmat. Hammamiz inson aka. Xo'p, nech bildingiz? Savdoni qilamiz. Kelishirib ayt. 25 ololmayman. Hozir yana bitta qarayda mashinangizni ishladi. Qarang. Endi o'sha kuni ko'rgan mashinam bilan ko'rdim. Dunyoga keldik, bordik bozorga, kafanlik oldik-ku, qaytdik mozorga. O'sha kun nima dedim? Gapingiz esimga bordi aka. Men siz bilan gaplashaman, ko'p kishi bilan gaplashganman. Hamma gapim esimga. Siz bitta men bilan gaplashsiz, esingizdan chiqib ketdim. Ya yaxshi, mashina suyay bitsin. Mashina suyagi bitsin aka. Motor, xadavot, to'r balon. Bu degani ma'nosini aytib beraymi sizga ozroqgina buni? Ha? Dunyoga keldik-ku, bordik bozorga, kafanlik oldik-ku, qaytdik mozorga. Bu umring o'tayotgan mana o'ladigan odam o'lishini biladiki, ishoning bir kunga o'tib ketganday bo'ladi butun hayoti. Bu o'shani ma'no keltirgan. Hadeb uy qurib, yana mashinada zo'rini minib, yana ballaringga ham uy olib, qolgan yerlar uchun kurashma, birgina bir kunga o'lasan deganda bir. Hamma narsa qolib ketadi. Sandan keyin nima bo'ladi deydiki. Qarang, mashinangiz yomon emas, yaxshi. Aka radiatorni olsin. Radiatorni ko'rsatganim. O'shalar o'ziniki ekan. O'znikimi? Ha, orqa. O'zini mahallani mashinasi. Aqrantisniki qamashidan qarasiz. Bir guring aytaman. Xo'p desiz. Lekin qo'shari yo'q. Lekin mart ketaman desiz so'rayman. Akmal aka, mayli, daldi guringini qiling, dal gaplashaman deng, bir narx aytaman. Ayting aka, ayting. Meng, ishni tortmang, yomon. Bo'layotgan narsani aytaman. Shu kecha kunduzga eng baland olgan Nexia ham 2009 sizniki bo'ladi. Tushundingiz? Mayli, men ham lavzimda yutgan yigit emasman, lekin bir narsa. Har narsani gapini oxiriga gapirib o'tib ketaman. O'sha kungi vaqt bilan gaplashamiz. Mana shu gapim har doim hammaga bir xil. Sizga ham boshqaga ham bitta guning. Ko'p narsa emas. 23 millionni o'zini naqd pul beraman, bering mayli olaman. Yo'q aka. Mana mart kelaman deyapsiz-ki, mana mart so'rayapman. 500 ming, 1 million yo 2 million qilib qo'shmadim. 3 millionni shunday qo'ydimda so'radim. Sizni bonusiz ham turibdi, uni ham aytib o'tib ketaman. Xohlagan mashinangizni oling, 1 million qo'yib sotsam, qo'ymay sotaman sizga. Mana bitta gap aka, rahmat. 5 bo'lsa sotaman. Ya, 25 demang endi. Gap bitta narsani hozir ushlab oldi dedingiz-ku, gap unga emas. Praso. Men tushunaman nima bo'lganini. Eshitmayman sizga kichkinagina bittagina guring aytib o'tibman. Nima bo'lganini 100% bilaman. Perkrasini bilaman. 25 millionga mashinangizni men kiymasini olib so'rab turgan bitta ikkita ahmoqni ham bilaman. 100 talik guring bilaman. O'sha odamga bergan kod ekan. Men bo'ldi, boshqa gapirmayman. Endi shu narsa bu bo'lganda, mana shu narsa uchun men savdo qila olmayman. Men mushuk bu hurmat qilib kutdimmi sizni? Omon bo'ling, omon bo'ling. Lekin bir narsa, mayli, u rizq atoy Xudo. Agar rizq yeyish menga nasib qilgan bo'lsa shu mashinani, vallomati kelib savdo qilmaydim, rizqimni yeyman. Nasib qilmagan bo'lsa,
Bir yil sizga sahroga yetib qo'yib olib kelsam, odamni ko'rsatmay baribir bermaysiz. Hozirgidek. Beraman. Chiqarib olib ketaman hech yerdan bitmasa. Borib, bironta pul-mul qo'shib keyin mashina olaman. Mayli, qarang. O'sha 25 so'ragan odam kelib olsin bo'lmasa Yo'q, mashinangizni. beraman. Ya bering endi, nima qilasiz? Bari 25 ga beraman deyapsiz-ku. Bo'lsa men o'zingiz Yo'q, mayli o'zim olaman. 1 million 2 millionga emas deyapsiz-da, o'sha gapga o'zingiz amal qilmayapsiz-ku. Endi siz bilan mana osmon bilan yerda farqimiz bor. Men 23 million naqd pul so'rayapman, do'stim. O'zingiz aytgan gapga o'zingiz qarshi chiqyapsiz hozir. Mayli 1 million 2 million yuzga bormayman. Mana 500 ming 1 million qilib qo'shmadim-ku, 3 million qo'shib so'rayapman. 23 million mana shu uslitrlar o'ziniki uchun so'radim. O'sha kuni lekin uslitrga qaramagan ekanman, rosti. 5 yomon narx emas. Ya 5 emas, 23 million zo'r narx so'radim. Hurmatingiz bor aka keldim. Ya mayli, men ham hurmat qilaman. Akamsiz. Mayli. Ko'ramiz yo gap TikTok, Instagram hammasi o'z yo'ligida. Insonga Bitta narsa mayli, guringizga ishonadigan bo'lsam, necha pul o'tib berasiz 25 dan? Hamma narsani omonlikka ko'rish uchun xayrli qilish kerak-da. Ha? Necha pul o'tib berasiz? 500 ming o'taman bu. 500 ming emas, mayli, o'ziki baland bo'ldi, bitta guring. Agar bera olsangiz oldim, bera olmasangiz ololmadim. Mayli, uning uchun ham men xafa bo'lmayman. Mol sizniki, pul tikkan siz emas. Buni mehnatini siz qilgansiz, men qilmaganman, lekin bir guring. Yana ham aytaman, shu kecha kunduzdagi eng baland narx bo'libdi. Sizning mashinangiz, to'g'ri tushuning. Men ham sizni shishirish uchun aytmayapman bu gapni. Muomala, xarakter ko'p narsani yutib ketadi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Qayerga borsang ham muomalang bilan odobingni ko'riladi deydi. Muomala yaxshi, bitta guringlarni bilib turib ham bilmaslikka olib turibsiz, yaxshi. Lekin bitta narsa, mayli, men ham ko'p ham suxon qilmayman. Lekin bir narsa so'rayman. 25 sotamiz, lekin ichida men ham rizqimni olaman. Bu degani 24 million naqd pulga bering, birov olsa, olmasa men sizga pulini beraman. Faqat o'sha muomala uchun bo'ldi. O'z qo'sh niyatim o'z umuman yo'q edi. Yo'q. Aka, eshitingda. Mana shu hozirki bermasangiz ham men xafa bo'lmayman, lekin bermasangiz o'zingiz uyga borib xafa bo'lasiz. Mayli 26 ta sotib chiqib ketarsiz. Lekin bir narsada ko'rgan payt, eslagan payt xafa bo'lasiz. Yigit suxoni bo'ladi. Maraga. Shuncha odam olarman aka. Men baland olaman deb bir bechorani ezyaptim men, pastroq deb. Lekin shunga olaman. Omon bo'ling. Mayli, xo'p. Qayerdan sizniki? Qarshini qayerga aka? Qo'rg'onchadan Qilichbek Qo'rg'oncha Kamanda. Ish nima ishda? Shu taksi Tirikchilik taksini. Qarang, bo'lmasa obzorni aytib ketaman. Bu yigit yaxshi yigit. O'ziga hamma yaxshi, yomon odam yo'q. Avvalroq ham kiloda 25 million so'radim mashinalarni. Avvalroq ham 4 kun bo'ldi. 4 kunga meni 1 million tushdi, iloji yo'q. 25 olsam 26 sotishim kerak. 24 millionga oldim. 25 million bo'lib sizga o'tibdi. Qoladigan 1 millioningizga aslida rozimisiz? Do'stim? Roziman. Rozi bo'lasiz. Obzorni eshiting. Tomlari radnoy, stoykalar radnoy, eshiklarning tepalari radnoy, ko'p joyi radnoy, past sepilgan, faqat chirik joyi, tushundingizmi? Oldi kapot ham 99% radnoy desa bo'ladi, chunki uslitr o'ziniki, aka. Uslitrlar o'ziniki, qo'yilmagan, tushundingiz? Oldidan nuqilmagan, tegmagan. Xo'p, yurgani qanchadi, do'stim? 2 nechidan tushunmayman o'cha ko'rsak. 230 mingga turibdi, agar ko'payib ketmagan bo'lsa 4 kunga. 230 mingdan sal oshgan. Ko'rdingiz-a, 24 million oldim, 25 millionga sizga o'tdi. Rozi bo'ling. Xo'p, qoladigan 1 million. Aka, rozi bo'lasiz. Baribir oldim, ko'rdingizmi? Alloh nasib qilgandikida. Shunda men qora oynali xona